Tandirda yopilgandek chiroyli va mazali patar nonlarni uy sharoitida tayyorlab o'xshatib ko'rishga harakat qilamiz. Nonlarimizni mag'zi shirin bo'lishi uchun dummalarni eritib yog'ini olamiz. 2 kg oliy navli unga barcha mahsulotlarimizni solib qattiqroq xamir qora olamiz. Ishlatilgan barcha mahsulotlar hamda qo'shimcha ma'lumotlarni video ostidan topishingiz mumkin. Xamirimizni xona haroratida 1 soat tindirib olib, keyin 500 grammdan zuvolalar qilib olib, zuvolalarimizga ishlov berib, yana 20 minut davomida xona haroratida qoldiramiz. Zuvolalarga qanchalik yaxshi ishlov berilsa, patari shakli shuncha yaxshi chiqishiga sabab bo'ladi. Yaxshilab tinmagan zuvolalarimiz chetlarini pichoq yordamida tilib chiqib, o'rtasini maxsus moslama yordamida bosib, qo'limiz yordamida kengaytirib, nonimizni ochib olamiz. Patar nonlarni o'rtasini sal kengroq ochib, chakkichi ham sal zichroq urib olamiz. Patarlarimizni listga taxlab olib, ustidan oddiy hech narsa qo'shilmagan sutni o'zini surib olamiz. Ustiga sedana bilan kunjutni aralashtirib sepib yoki qo'limiz yordamida surib chiqamiz. 150-170 gradus oralig'ida qizib turgan pechimizda 35-40 minut davomida qizartirib pishirib olamiz. Pechkadan chiqqan patarlarning hidi sizni bittasini bo'lsa ham sindirib yeyishga majbur qiladi. Yonida novvoy choy bo'lsa ta'rifga hojat yo'q. Bu videoni uyda oddiy pechda qilingan nonlar tandirdagi chiqmaydi deb o'ylaydiganlarga yuborib qo'ying. Qiziqarli retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.